Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hozirgi kunda islomiy nikoh kanallari ko'payib qoldi. Kanalda o'zini muslimaman deb da'vo qilib, ba'zi bir qiz va ayollar uylanish niyatida yurganlardan Alloh nomi bilan qasam ichib, pulini aldab olib, shu bilan akkauntini blok qilib qo'yyapti. Ba'zi bir kanallarda bu ishlardan har bir uylanmoqchi bo'lganlar ogohlantirilyapti. Lekin bu ishlar ko'payib boryapti. Bizga nasihat qiling debdilar. Bu masala haqida ko'p gapirildi avvalo. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma degandek, bunaqa kanallardan xotin topaman degan odam hech qachon birovga bir tiyin jo'natmasligi kerak. Erkaklarning nozik tomoni shunaqa. Bittasi shu bechorani muslimani, mazlumani yoqib olsa, birdaniga shu boshini silagisi kelib qoladi. Erkak bo'ling, qat'iy bo'ling. Hamma narsani o'sha eshigidan keling. Erga tegaman degan bo'lsa, qani valiying deng birinchi o'rinda. Valiysiga chiqing. Valiyim yo'q deydim desa, bo'ldi, uzoqlashing o'shunaqa ayoldan. Hozir bu narsa urchigan. Sal o'ziga yoqmaydigan odamga turmushga chiq desa, qiziga ota-onalar. Qizlar birdaniga ota-onasiga takfir berib yoki valiyligini uni bekor qilib, birdaniga keyin o'zini nomzodini anketasini qo'yib, boshqaga tegaman deb oladi. Va u ham shunaqa, bo'ldi, valiyingiz yo'q bo'lsa, mana bitta do'stim valiy sizga deydi, uylanib oladi. Keyin qarasangiz, mana shunaqa ishlar qorishib ketadi. Shuning uchun eshigidan keling deyapman. Valisi bor odamni izlang, ayolni ya'ni. Muso alayhissalom qissasini eslang. Bo'ldi, men sizga tegaman deb tegib ketavermagan-ku o'sha qiz. Otasini oldiga olib borgan, otasiga aytgan, shu odamni ishga oling degan. Ana shunaqa qilib eshigidan ham kelinadi. Bo'lmasam, albatta shunaqa kuyib qolaveradi har kim. Oson narsa bilan erishaman deydi-da erkaklar bu narsaga, ayollar ham ya'ni. Tekin narsa, haligi tekin pishloq, sariyog' qopqonda bo'ladi deydi-ku. Ana shunaqa. Osonlikcha shunaqangi bitta xotin olaman internetdan topib deb o'ylasangiz adashasiz. Yo, mana shu tomondan kuyib qolasiz. Bu yaxshi, hali pul tomondan kuygan bo'lsangiz-da, shu bilan yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, daf bo'lsin, u pul qo'lda kiri topiladi. Lekin buni badalini boshqacha to'laydi ko'pchilik. Hamma yoqda sharmandasini chiqargan, uni shantaj qilgan, yozib bergan, qamatgan kerak bo'lsa. Shu bilan dushmanlar uni keyin qo'lga olgan. Bu og'irroq ko'rinishda qancha odam buni badalini to'lab yotibdi bugun ya'ni. Shuning uchun alhamdulillah deng, sizga yengil ko'rinishda kelibdi bu balo. Va shuning uchun bu narsa bilan o'zi odatda yengil uslubda xotin topaman demang. Ayollar ham xuddi shunday, bilib olsin. Hech osongina shunaqa qilib valiga takfirni berib qochib ketib yoki keyin shu bilan osongina erga tegib ketaman deb o'ylashligi to'g'ri emas. Qanchasi bu tomondan ayollar shikoyat qilib chiqyapti bizga hozir. Shunaqa kanaldan teguvdim bittasiga, xotinim yo'q dedi, xotini bor ekan, bir etek bolasi bor ekan, bir oy yashadi, keyin tashlab ketdi. Endi men qayerga boraman? Ota-onam endi bizning aloqani uzib yuborgan. Mana bu tomondan bunaqangi muammolar ham bor ya'ni. Ana shuning uchun bu yerda o'sha qarg'ani shu ko'rdi, qorong'ida topadi degandek, shunga o'xshab bunaqangilar o'zi bir-biri bilan topishib qolyapti shunaqangi kanallardan. Aslida mayli, aybi yo'q kanallar orqali topishlik, lekin eshigidan kelish kerak. Unisi ham valisidan, bunisi ham o'sha boshqa ayollardan tanish bilishlar orttirib gaplashib, besh begona odam qanday topishib ketadi bu? Odam bir-birini sinab ko'rish kerak. Alloh shuning uchun Qur'onda ham aytgan. Agar mu'minlar, musulmonlar hijrat qildim deb kelsa sinab ko'ringlar. Famtahinuhunna. Alloh biladi uni iymonini degan. Hamma yoqni gullatib keyin birdaniga hijobni kiyib musulmon bo'lib kelaveradi aks holda ya'ni. Alloh biladi deyapti, shuning uchun ham buni iymonini Alloh sinab ko'r degan. Sinab ko'rishda ming xil uslubi bor, endi odam o'zi buni uddalashi kerak, qanday qilib sinab ko'rishdi ya'ni. Ayollar orqali boshqa tanish bilishlar, kimsan o'zi, qayerdan kelding, nima qilib yuribsiz, qayerdan chiqdingiz, ota-onangiz kim, qo'ni-qo'shni kim, surishtiramiz. Qani shunday atrofdan olib kelingchi, agar o'zi bir balosi bo'lsa, o'sha yerda yo'q bo'lib qoladi o'zi avvaldan. Yo'q, o'ziga ishongan ayol qiz bo'lsa, o'shanda bemalol aytadi, men palonchani qiziman, palonchaman, istasangiz surishtiring deydi. Shunga qarab keyin bilib olasiz. Aytibman-ku, lekin odamlar hozir shoshadi. Shoshmaydi bunaqa narsada, bunaqa osonlik bilan hal qilinmaydi bu ya'ni. Allohu a'lam.